Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga klassический biskvit pishirib ko'rsatib bermoqchiman. Biz uchun 5 dona tuxum kerak bo'ladi. 150 gram shakar, stakanim to'la emas. 130 gram un va 30 gram kukuruzni kraxmalni un bilan birga aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. 5 dona tuxumimizni oqini sarig'idan ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Idishlar yog'siz bo'lishi kerak. Bir chimdim tuz sepib, mikser yordami bilan aralashtirib olamiz. Oldin past skorisida aralashtiramiz, taxminan 1-2 minut. Keyin mikserda skorisini baland qilib, toki mikserda izlari qolgunicha ko'pirtirib olamiz. Men taxminan 6-7 minut aralashtirdim. Hammani mikseri har xil ishlaydi. O'zlaringizning mikserlaringizdan bog'liq. Kimdadir 5 minutda, kimdadir 10 minutda ko'pirtirib beradi. Endi shakarimizni yarmini oz-ozdan solib aralashtirishda davom etamiz. Yarmini olib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirish kerak bo'ladi, toki shakarlari erib ketgunicha. Tuxumimizni oqib tayyor. Endi bir chetga olib qo'yamiz. Endi tuxumni sarig'ini ko'pirtirishni boshlaymiz. Bir chimdim tuz sepib, yana mikser yordami bilan aralashtirib olamiz. Toki massamiz 2-3 baravariga ko'paygunicha. Massamiz ko'paydi. Qolgan shakarimizni yana oz-ozdan solib aralashtirishda davom etamiz. Bu orada yana oppoq bo'lib quyuqlashadi. Xuddi shunga o'xshagan massa bo'ladi. Endi tuxumni sarig'ini bir chetga olib, tuxumni oqini ustidan sariq tuxumni qo'shamiz. Ikkita massani bitta qilishimiz kerak bo'ladi. Uzr, u joyi videoga tushmay qolibdi. Ikkita massani bitta qilganimizdan keyin baland skorisida 10 minutcha aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi mikserda o'chirib, bir chetga olib qo'yamiz. Lopatka yoki qoshiq yordami bilan aralashtirishni boshlaymiz. Oz-ozdan unimizni sepib, un va kraxmallik massamizni elakdan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi.
elakdan oz sepib aralashtirirsalaring yanada yaxshiroq bo'ladi va juda ham tez aralashtirish kerak emas. Men bu yerda videoni tezlashtirganim yo'q. Batafsil tushuntirib bergim keldi. Kukuruzni kraxmalni o'rniga kartofelni ishlatsa ham bo'ladi, faqat oppoq kartofelni kraxmal bor, o'shani ishlatish kerak bo'ladi. Bir xil kartofelni kraxmaldan kartoshkani ta'mi kelib turadi, uni ishlatish kerak emas. Oz-ozdan elab aralashtirishda davom etamiz. Bu orada yana qolipimizni tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men 20 santimetrlik qolipimni tayyorlab qo'ydim. Yog'laganim yo'q, atroflarini, tagini umuman yog'lamadim. 20 santimetr qolipimdan 18 santimetrlik, eni 18 santimetrlik biskvit bo'lib chiqadi. Sizlar yana kattaroq xohlasalaring 22 yoki 24 santimetrlik qolipda ishlatsalaring bo'ladi. Chunki biskvit pishgandan keyin baribir qisqaradi yonidan ham. Xamirimiz tayyor. Qolipga solib qo'ydim. Duxovkada pishirib olamiz. Men 45 minut pishirib oldim. 170 gradusda. Biskvitimiz tayyor. Tekshirib olamiz. Pishgan, pishmasligini. Taxminan 1-2 minutdan keyin og'darib qo'yaman men biskvitimni. Sirazu og'darib qo'yish kerak emas. Bu og'darib qo'ysak biskvitimiz cho'kib qolmaydi. Og'darib qo'yib, to'liq sovutib olamiz. Biskvitimiz sovigandan keyin chekkadagi falgalarini men falga qilgan edim. Chunki koltsada pishirgan edim, shuning uchun oqib ketmasin deb falga qilaman yonlariga. Qolipimni yechib oldim. Juda yaxshi biskvit bo'lib chiqadi. Balangina bo'lib. Oldingi biskvitlarim rosa cho'kib ketar edi. Mana biskvit pishiraverib, oxiri Xudoga shukr o'rganib oldim desam ham bo'ladi. Mana shu usulda qilsalaring albatta o'xshaydi sizlarda ham. Balandligi 8 cm, eni 18 cm bo'lib chiqdi. Hali kelasi videoda bolajonlar uchun, qiz bolalar uchun tortni bezaymiz. Juda ajoyib tort bo'ladi. Hammaga yoqdi degan umiddaman. Marhamat, sizlar ham pishirib ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.